Mana meni xotinim bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman der. Hozir 4 ta bolamiz bor, ketavering gap. 5-6 ta tug'sa o'zingni haydab borar ekan. Boring ketavering, uy-joy hamma narsa meniki. Boring ketavering. Yoma xijolat bo'lib ketaman ba'zida. Как будто meni olib kelishganda yor-yor aytib amakilarim. Paranjiga o'rab, ha? Tog'am chimildiqqa tashab chiqqanda, ha? Sabr qilib o'tir endi deb, ha? Ba'zida shayton aytadi, "Shat ketvoraymi" deyman. Lekin o'ylab qolasiz-da, ota-onam oldiga nima deb boraman? Sizlar kulyapsizlar-ku, chiqqan yigit chevrodan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla ko'y nima deydi? Deb palonchini o'g'li qaytib kelibdi degan gap. Yomon gap bu. Yana urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki?